yil sayohatimiz qayerga deb o'ylaysiz? Menimcha topdingiz qayerga kelganimizni. Bu Beshbarmoqning ikkinchi yangi ochilgan filiali. Joylari shunaqangi chiroyli, ozoda, akkuratni kirib, mazza qilib tabingiz tortib o'tirasiz. Ovqatlarga-ku vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Ofarin, ofarin. Bu yerda faqat beshbarmoq tayyorlanmaydi. Komanda bilan kelib, o'shna og'aynilar bilan kelib, bemalol buyurtma ovqatlarni ham zakaz berishingiz mumkin. Aynan dimlama, qotirma osh, zakaz oshlarni ham tayyorlatishingiz mumkin. Shashliklarda juda ko'p turlari bor. Yaxshi bor Vasiliy.